Bugun ham bitta dizayn bitkazdik. Bitta baho berib qo'yasizlar. Bu spalni. Shkafi bu tarafida eshik bor. Eshikdan kirib kelganda mana o'ng tarafida polностью mana ayol kishiga mo'ljallangan. Kravat ikkita tumbuchkasi bilan bu yerda o'sha yog'ochli bunaqa dekor qo'yiladi. O'rtaga bitta rasm. Tepada polностью podsvetkalari bor, galogen, lyustralar tushgan, pufik. И o'sha gilami mebel bilan, devorlar bilan polностью podsvet tushgan. Tak, pol bilan devorniki bir-biriga podsvet tushgan. И shkafi o'zini rangi devor bilan bir xil, no ramalari qora. Bu ham bir diqqat qaratadigan joyi. Ichkarida mana qay podsvetkalari bor, polностью ko'rinib turadi. Oynali qilib qo'ydim, чтобы keyin qiynalib o'tirmasligi uchun. Bu yoqda bitta oynasi bor, ichkarida o'sha bu yoqda balkonga chiqadigan eshigi ham bor. Baho berib qo'yasizlar.